Xitoyning İstanbuldagi sobiq bosh konsuli Suyvining Uyg'ur irqiy qirg'inchilikni oqlagan va Uyg'urlarni haqorat qilgan so'zlari ijtimoiy taratqularda qayta kun tartibga kelib, g'ulg'ul qo'zg'adi. Türkiye'nin dağınlıq futbol klublaridan Trabzonspor Xitoyni aybladi va Uyg'urlarning haq huquqini qo'g'dashga chaqirdi. 2019 yılı tarqalgan sinda baş konsul Suyvi Sharq Turkistondagi yig'ib olish lagerlarini oqlab, Uyg'urlarning mingisida kasal bor, biz Uyg'urlarni ixtiyoriy ilib kirib davolayotimiz va kasbiy mahorat o'rgatyapmiz degan. Bu sin qayta o'tirg'i chiqqandan keyin Turkiyaning eng chong futbol komandasi Galatasarayning dаңlıq Mayri Muhammad Karim Oqturk o'g'li 10 fevral Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi degan xatkush bilan bayonot e'lon qilib, ularning mingisi kasal emas. Asli o kishilarni oilasidan zo'rlab ayirib, jazo lagerlariga opiradigan irqiy qirg'inchilik ro'yi holati kasallikdir deb inkos qaytardi. Germaniya ximiya şirketi BASF uzun mezgildan buyon Xitoyning Sharq Turkistonda ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatiga chetishlik bo'lish bilan ko'plab tanqidga va besimga uchirgan bo'lib, shirkat 9 fevral Sharq Turkistondagi ikki Xitoy shirkati bilan hamkorlikni oxirlashtirganligini, mazkur shirkatlardagi peyni tezlikda sotadiganligini e'lon qilgan. Germaniya ximiya şirketi bu haqda e'lon qilgan bayonotda Sharq Turkistonning Korlidagi ishki ishlab chiqarish o'rnining raqobat besimi va ta'minlashning eshishiga duch kelganligini, o'zlarining oldiburun chekinish bosqichiga o'tganligini bildirgan. Germaniya axborot vositalari ilgari Germaniya shirkati BASF hamkorlashgan Xitoy shirkatlarining Sharq Turkiston xalqining nopusini kontrol qilish va bostirishga chetishlik ekanligini xabar qilgan edi. Filippin dengiz qirg'og'i muhofazat atrofida tarqatgan uçquchsiz aeroplan ko'rinishlarida ko'rsatilishicha 8 fevral payshanba kuni Xitoy dengiz qirg'og'i muhofazat atrofining bir qancha paraxoti Filippinning Tersa Magba 10 ismli 97 metr keladigan paraxotni xatarlik holda to'sib olgan. Xitoy bilan Filippin orasidagi dengiz ixtiloflari uzundan buyon davomlashib kelmoqda. Polsha hukumati harbiy Schengen deb atalgan bir kelishimga qatnashgan. Yevropaning bu tashabbusi qatnashgan davlatlar orasidagi askarlarning yo'tkilishini osonlashtirishni maqsad qiladi ekan. Germaniya va Gollandiyada imzolagan bu kelishim Yevropaning bexatarlik uchun Shimoliy Atlantik Akti tashkilotining Sharq qirg'og'idagi aktiga qarshi konkret qadam bo'lib, ham Ukraina bilan bo'lgan ittifoqlikni namoyon qilgan, ham tez yordam koridori qurgan. Yevropa İttifaqının diplomatiya va bexatarlik siyosati yuqori darajalik vakili Josep Borrell Rafah shahridagi 1.700.000 falastinlikning qochib ketadigan yeri yo'q. İsrailga davomli besim ishlatib, uning Rafahga hujum qilishining oldini olish kerak dedi. Yana bir tarafdan Misr hukumat doiralari agar Isroiliya armiyasi G'azzaning Rafah bozoriga kirsa, Isroiliya bilan bo'lgan lager Davud tinchlik kelishimi to'xtatildi dedi. Amerika savdo vakillar umiga 2023 yili dunyo miqyosida saxta va atkas mahsulotlar savdosi to'g'risidagi dokladini e'lon qildi. Tayyorlangan dokladda Xitoyning 2023 yili atkas mahsulot savdosida dunyoda birinchi o'rinda turadiganligi xabar qilingan. Amerika tambojnisi tarafidan qo'lga tushirilgan atkas mahsulotlarning 75%ning Xitoydan kelganligi o'tirg'i qo'yilgan.